Sizdə sağlam və po'latdek psixik müdafiəsindən butqa iş olsa, sizni hech qanday kasal buzak etolmaydi. Hozir dunyo tavasida davosi yo'q nurg'unlagan ig'ir kasalliklar bilan, har xil rak, o'sma kasalliklari bilan og'riyotgan nurg'unlagan bemorlarimiz bor. Muşularni ishidima o'zining psixikasini sog'lom tuta olgan, ro'y kayfiyatini xushal tuta olgan muşunda bemorlarimiz kundan kunga saqish qarab mengayotganligini, hatto bu kasaldan uzul kasal, davosi yo'q degan mush kasaldanma uzul kasal saqayganlik nurg'un misollarini anglab turyapmiz va ko'ryapmiz. Nurg'un misollarni ko'rdik. Mushundaq saqaymas kasallarga girib turgan tuqqanlarimiz uzanlarni tashlatmanglar. Endi bu yil davosi chiqmagan bo'lsa, bu kasalninki kelajak davosi chiqib qolishi mumkin. Jamiyatimiz, meditsinamiz kundan kunga taraqqiy qilyapti. Nurg'un kasalliklarning davosi tepilyapti. Har qanday bir kasallik cho'qim bu dunyoning ma'lum bir yerda buni davosi bor. Faqat bizga uchirmayapti. Shunga umid bor yashaylik. Nurg'unlagan 50 yil, 100 yil ilgariki nurg'unlagan davosi yo'q kasalliklarni mana 20-30 yildan keyin bu dunyoda pak-pakiz yo'q qilyapti. Saqaytib. Lekin hozir sizlar og'riyotgan bu kasallikma vaqt masalasi. Ümit var yaşasanglar, belki bu yıl bo'lmasa kelayli bo'lmasa yeni bir yili cho'qim mush kasalliklarga cho'qim davo tepiladi. Shunga tuqqanlar. Ümit var yashayli. Mushu o'zinglar davolanayotgan mushu doktorninki bergan dorisi buniga shaksiz ishinilar, doktorning ko'rsatmasiga kutinish holatlarini obdab mangsanlar, doğru kesilinglar tüp yilsiz saqaymagan bilanmi, balkim hayotinglarni necha yil, hatto necha 10 yil uzatishga imkoniyat tamamen bo'ladi.